Hey, dami o'ngir. O'ngir? Voy, o'ngir. O'ngir? Hey, 11da aber gangir. Hey, onang nemgir shogird bo'lmaydi. Ay, biz trend olyapmiz deb o'ylayapman usta. Instagramda yomon qiziqasan, lekin ustaga shogirdga tushgansan. Usta aka, Hey. anaqa mashina bor edi, tuzatish kerak. Ustaxonami o'zi bu? Yo, aka, pajarniy bak. Ustaxonada ko'rmayapsizmi? Cho'tta ustaga o'xshamayapsizlar-da. Iya, nima ustaxonaga o'xshamaydi? Mana masalan, mashinaning eshigiga pilisoska o'rnatib berganman, qarab turing. Ana o'zi yopib oladi, qarang. Mana shu mashinami? Aha, voy bo, aka buni ustaga olib borish kerak. Siz usta emasmisiz? Men ustaman ha. 2 kunda keyin o'rgatilgan itdek qilib qo'yaman mashinangizni. Aqling kirammi sen o'zi? Usta? Ha. Mol kerak emasmi? Nima edi endi bu? Qaydan olding? Bilmayman. Balon desam, balondan ingichka. To'rala balon joyidami? Ha, kerak emas bo'lsa irg'itib ol. Qormaylar ustalar. Mashina bitib qoldimi? Iya, mana mashinaning egasini qara. 2 kundan keyin desam, kreditga o'xshab bir pasda kelyapti. Ha? Eshigim qani? Ha, mashinani oldini urib olmadingiz? Ha, bu eshigingizni top oldiga yamadim. Ha, naraqdagi eshigingizni bu tarafga olib o'tib qo'yaman. Nariyoqqa biz bundan latta tortib qo'yamiz. Asabimni buzmasin, shogird, ayt, bo'lmasa qilmayman. Ustozimni nimaga asabiga tegasiz? Ustoz! Akalar, hachabi mashinam bugun bitgandir. Yomon mijg'u kelin ekan, bitta ekan mashinangiz. Ana. Iya, bu meni mashinam emas-ku. Mashinangizni odam qila olmadik aka, ichkarida turibdi. Undan ko'ra yangi mashina sovg'a qildik. Shogird tushuntir. Cherry Tiggo 7 Pro